pulli yo'l ekan. Qanaqadir tor ko'chalardan borib, shunaqa most ekan, u most odam mashina o'tishga ham qo'rqadi-da. Xudosa variantga ham qilib beramiz. Variantga ham bor, bo'lib to'lash. Buni ham qilib beramiz variantga. Mana u ham bor. Katta anaqa 7 kishilik charchatmaydi. Uzoq yo'lga, masalan, viloyatga chiqsa, ma'milani bitta tarafi bor, yumshoyi, hadoy. Orqasi ma'milniki chuqurga tushsa, buniga otani, uni otdi. Bunda bildirmaydi, rasvodga. Ma'mil mashina undan afzal. Bu hadoyi anundan 2 barobar yumshoq. Men o'zim haydab ko'rganim uchun Chelestini haydab ko'rishadi. Mashina butun O'zbekistonga vizit. Mana mashina, ya'ni 27 ming nari berishdagi любой mashina olib kelinglar, hadoyini mashina bilan chiqib solishtirib ko'ramiz. Assalomu alaykum, hurmatli Mega Dunyo YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlarni Qurbon hayiti bilan hammalarni tabriklaymiz. Xudo xolasa, avtosalonimiz bayram kunlari ham faoliyatini yuritadi. Ya'ni navbat asosida menejerlarimiz xizmat faoliyati yuritishadi. Bemalol salonimizga kelsanglar bo'ladi. Assalomu alaykum Mega Dunyo kanalining qadrli obunachilar. Obunachilar Jetour avtosaloniga, ya'ni hozirgi kunda Avtocenter bo'lgan. Endi nom o'zgargan. Bu nom o'zgarishiga ham sabab ham yo'q. Sabab endi nima deydi? Hamma mashinani olib kelib, hamma mashina, любой mashinani olib kelish maqsadida nomni o'zgartirib, faoliyatni kengaytiradi. Multibrend qo'ydik. Shuning hisobiga mashinalarni ko'paytirib yubordik. Bir chetda mana shu mashina hozirgacha trend mashina. Men vodiyda ham ancha ko'payib qoldi bu mashina. Chunki o'zim ham Andijonga ham sotdim buni, Namanganga ham sotdim. Xudo xolasa, muammosi bo'lmaydi bu mashinani. Chiroyli qilib sizlarga zo'r variantlar qilib beramiz. Buni imkoniyatlarini bitta tanishtiraylik. Xo'p. Bunimizni 6 kishilik versiyasi, buni 5 kishilik ham bor. Buni pozitsiyalari ko'pda. Endi 6 kishilik versiyasi menimcha O'zbekiston uchun juda ham zo'r. Chunki biz o'zbek xalqimiz oilaviyni yaxshi ko'ramiz, oilaviy yo'llarga borishni anaqa tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Benzin tanlamaydi. Endi faqat 80 quyishmasida. Yo'q, 80 quyilmaydi. Bu endi ko'ryapsiz. To'q seriya qoraga yaqin versiyasi boshqacha. Rangi boshqacha. Och seriya emas, to'q seriya haqiqatan qoraga yaqin Alicantara salon umuman boshqacha, haqiqiy zamonaviy avtomashina. Bu endi gibridda, endi to'laqonli hisobda, to'g'rimi? Buni gibridi bor, elektri bor. Xudo xolasa bu gibrid hozir o'zi ko'p sotyapmiz. 5 kishiligi bor, 6 kishiligi bor. Pardali, shtorkali versiya bo'ladi. Keyin buni masajligi bor, masajsizi bor. Men endi o'zim, masalan, o'zim olsam masajsizini olveraman, chunki masaj faqat nariyoq tarafda bo'ladi. Mana bu o'ng tarafdagi bor. Mana bu yerda bo'ladi. Bilaman, ha. Mana mana shu qismda masaj bo'ladi. Bu 700 dollarga farq qiladi. Hozirgi kundagi narxi o'zi 33600, 50% ni to'lasa 6 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga qo'yamiz. Lekin agar sizga klientlar kreditga naqdga olaman desangiz, ko'chadan ko'ra yana ozgina kelishtirib beramiz, to'g'risi yaxshi narx qilib beramiz. Yetmaydi, hamma bonusini qilib beramiz. Poliklarni ham so'qib qo'yganmiz. Tayyor, olasiz, haydaysiz, shunaqa rasvod qilamiz. Bor, qaranglar. Nima deysizlar? Zo'r variant. Haqiqiy insonlar uchun yaratilgan mashina. Shunaqa. To'g'risini aytaman, sirni ochib qo'yaman. Mana shu ukam o'zi ham mashinaga qiziqyapti. Xudo xolasa, o'zim ham shunday. Men o'zi buni olmoqchi bo'lganimda sotuvda yo'q edi, keyin yana keldi, pulim yetmadi. Xullas qimmat edi. Bu 40 ming edi boshida. 40 ming. Men olmoqchi bo'lgan paytlarda ham shuna 40 ming atrofida edi. Uni 40 ming pulim yo'q edi. Variantga bo'lib berishga qilib bersa olaman dedim. Sal narxga kelisha olmadik, shuning uchun olmadim. Xudo xolasa, agar mersim sotilib qolsa olarmiz bundan ham, xudo xolasa. Hozir bor mashinamiz. Xo'p. Men buni nimaga ko'rsatyapman? Sotuvda qolmagan, lekin bilasiz, obunachilarimizga xudo maksimal darajada tez hamda tiniqni qilib beramiz. Buni indeksda ko'rdim. Ozgina etbetida qirilgan versiyalari ham bor ekan. Domfen boshqa salonlarda ham ko'ramiz, ozgina etbetda defektlarni ham ozgina narxdan o'tib berib sotishyapti. Xudo xolasa, yaxshi tiniqni qilib beramiz. Agar qanaqadir boshqa turdagi mashina kerak bo'lsa yoki yurilgan mashina bo'lsa, ularni ham hisob kitobini qilib beraman. Muammosi yo'q, naqdga olib qolaman, o'rniga almashtirib beraman, pulini sanab beraman. Muammosi yo'q. Ya'ni trading ham shu Cherry deysizmi, Kia deysizmi, Hyundai'mi, Jetour'mi, Bestium'mi, ya'ni boshqa brend, GM'mi farqi yo'q. Boshqa brend mashinalar sizlarda bo'lsa, olib kelsanglar, men naqdga sotib olib pulinglarni beraman, xohlasangiz yangi mashinaga almashtirib beraman. Mana eshitdinglarmi? Trading xizmati ham bor. Telefon tinmaydi, agar nomodda telefoninglarni ko'tara olmasdan xafa bo'lish bo'lmasin, sababi syomkada bo'ladi. Syomkada bo'linadi. Shuning uchun ola olmayman. Lekin qayta qilaman. Endi bu salonda bitta bu mashina emas. O'zi sezdingizmi, o'zi salonga kirganingizda joylashuvlar ham boshqa. Hamma brendlar almashib ketgan o'sha. Faqat Jetour emas, Bestium emas, boshqa brendlar, Chang'anlarni kirib keldi. O'sha assortiment ko'paytiramiz. Xudo xolasa yaqinda yana yangilik bo'ladi. Ularga chaqiramiz sizlarni. U yangilikimiz xudo xolasa iyul oylariga mo'ljallab turibmiz, zo'r bo'ladi. Ancha foydali yangilik bo'ladi. Alochi.
SL03. Mana shu mashinamiz Deepa. esa. Buni ham komplektatsiyasi ko'p. Buni 120 taligi bor, 200 taligi bor. Bu menimcha 200 taligi. Yo 120 ta prostoy. Qayerdan bilsa bo'ladi? Mana bu yerda Hida Proxon displeyi borligi. Mana. Prostoydan tepa komplekta. Bu eng birinchi basic komplektatsiyasi. Prostoy. Birinchi pozitsiyasi desa ham bo'laveradi. Lekin hammaga fabdu hamma narsa bor. Ha, yo'q. Bitta Proxon Komforti zo'r, lekin shu bitta ikkita navoroti bo'lmasligi mumkin. Birinchi pozitsiyada elektronli yukxona ochiladi. Buni nastroyka qilib qo'ygan menimcha. Ana monitorda nastroyka qilsangiz bo'ladi. Mana o'zi ochiladi mana bunda. Monitordan nastroyka qilib, mana bu kecha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Xuddi shunday turibdi hozir mashinamiz. Yukxonaning kattaligini qarayapsizlarmi? Ikkinchi qatorasini yotqizsanglar divan bo'ladi. Xotirjam bunda ham uzoq yo'lga qatnasanglar bo'ladi. Mana buni nastroykasini to'g'rilab qo'yinglar, bagaj yarim ochiladigan bo'lib qolibdi. Menyusidan bitta ko'rib qo'yinglar. Hop, bu yoqda 70 plyusimizda full komplektatsiyasi. Hozir bitta klientning mashinasini 19 mingga olib qolib, xudo xolasa o'rniga boshqa mashina qilib berdik. Mana shu mashinani sotib ketdilar bizga 35 ming yurgan ekan. Ha. Hozirgi kunda bularni narxi tushib qolgancha 28,5 ming shunaqa yana kelishtirib beramiz. Naqdga yangisi. Shunaqa. To'g'rimi? Qarang, Bularni bularni ham 28 ming. bo'lib to'lashga qilib beramiz. Beramiz. Variantga ham boshiga 10 ming bersa, variantga ham chiqarib beraman. Muammosi yo'q. Boshiga 10 ming pulinglar bo'lsa, variantga imkoniyati bor. Mana bu oxirgisi bir dona qolgan, shuni sotib olishimiz kerak tezroq. O'zini pulini bo'lib to'lashga hech qanaqa foizi ham, peniyasi ham bo'lmaydi. 1 yilgacha qilib beramiz. Boshiga nima 50% davomimiz o'zi, xudosi yana gaplashib beraman. Oladigan klient bo'lsa, sochi gaplashib beramiz. 50 emas u, sabr. Pastroq bo'lsa, menga telefon qilsa, o'zim gaplashib chiroyli chiqarib beraman mashinalarni. Xo'p. Bu yengisi. Deepa. Men olgan, meniki S7 bo'lsa, mendan keyingi versiyasi, olganimdan keyingisi mana shu. S05 varianti. O'zim ham mashina olaman, olgandan keyin bir pasda уже yangi modellar chiqib ketyapti. Lekin zo'r, ana hozir mana hozir rasxodni ham живойni ko'rsaman. Konteyner polni yoqib yuraman, 507 litr rasxod qilyapti. 40 litr Mers, bu 507. Bu Mazda baribir. Ham yumshoq yuradi. Mersdan keyin u elektromobilga o'xshayaptimi? Mazda mashina. Mana hozir zaryadga qo'yib qo'ygan, mana turibdi. Mana zaryadkada qora Ha, uni siznikimida? Ha, oldingi zaryadga qo'yib qo'yish mana mashina. Maza qilib yuribman. Haqiqatan yumshoq, etpetishsiz ham shunda chiqamiz. Zo'rda, rasxodga. Mana mashina undan ham zo'r. Bu hadoyi anundan 2 barobar yumshoq. Men o'zim haydab ko'rganim uchun Chelestini haydab ko'rishadi. Mashina butun O'zbekistonga vizov. Mana mashina, ya'ni 27 ming nari berisdagi любой mashina olib kelinglar, hadoyini mana shu mashina bilan chiqib solishtirib ko'ramiz. Qiziq, o'zimga ham qiziq. Li deysizlarmi 27 mingga li yo'q baribir. Lip motor deysizlarmi? Nima bor yana? 27 mingdan sal qimmatroq ekandan Voya Free deysizlarmi olib kelsanglar, solishtirib ko'ramiz hadoyi sistemasini. O'zingizlar bitta baho berasizlar bu mashinaga. Yumshoqligi bo'yicha zo'r bo'lgani uchun, ularni haydab ko'rganim uchun uyerim bo'lib yetaman, olib kelinglar, BYD deysizlarmi, Champion olib kelasizlar, solishtirib ko'ramiz. Hadoyi yumshoq bunda ancha. Xitoyliklar mana Chang'an brendiga qolganini bilmadim-ku. Chang'an brendiga tan berdim, haqiqatan sifatiga, misol uchun mana shu mashinaning puliga %100 rozi bo'lib olasiz. Ishoning. Misol Jeta'larni boshida 42 mingdan olishgan, misol ko'p klient voy qimmat bo'lgan o'sha paytlar deyshadi. Endi u payt haqiqatan o'zi bizga ham qimmatga sotilgan mashina. Mana shu 27 ming, 28 mingga %100 plyusga rozi bo'lib olasiz. Chunki hamma kerakli bo'lgan funksiya bor mashinada. Men umuman afsuslanmagan o'sha mashinani sotib olganimda, maza haydab yuribman, ko'z tegmasin, zo'r. 6 ming, 8 ming yurdik hozir. Maza qilib yuribmiz. Yomon mashina emas. %100 uyeraman. Qarindoshlarimga ham Deepal oling deyman. Kim so'rasa, gibrid so'rasa Deepal. Azgina qo'shsang, yoki Donfen oling. Endi Donfen sal qimmatroq 32 ming, 33 ming shunaqa harakatda, bular endi 27 nari berisi. Endi hammasi ham puliga yarashadi. Lekin men masalan Tele5 21 mingga olsangiz, 5-6 ming qo'shsangiz yana mana buni olsangiz bo'ladi. Bu zo'r. Lekin Tele5 Cobalt. Cobaltga o'xshab mehnat qilib o'zini o'zi oqlaydigan mashina. Ha. Zo'r mashina, shuning uchun hadoyi yaxshi sotiladigan mashina hisoblanadi. Xudo xolasa maza qilib yurasizlar. Mana bunda bu gibrid, shunisi zo'r. Ana unga propan bosib olasiz, soqqani soqqiga bo'ladi. Bu Samarqandda taksilar bor, mana qatnaydigan o'zi. Tele5. Hozir mana 90 plyuslar ham bor-a? 28 mingdan bera olamiz, oxirgilari qolgan. Filiallarga taqriban 100 tadan shu 90 plyus olib kelganmiz. Yo, o'zi 200 tadan oshgan ekan dashi. Viloyatlarga tarqatib yuborganmiz, endi 100 tacha qolgan bo'lsa kerak, har kuni sotamiz bu mashinadan. Haligacha oladigan odamlar bor buni, chunki katta anaqa 7 kishilik charchatmaydi. Uzoq yo'lga, masalan, viloyatga chiqsa, ma'mulani bitta tarafi bor, yumshoq, hadoy. Orqasi ma'mulniki chuqurga tushsa, buriga otani, undan olib ketadi. Ha, bunda bildirmaydi. Ha, bu bildirmaydi. Bu bildiradi chuqurga, lekin bu charchatmaydi shu tarafimiz. Hammasi o'ziga yarasha, yaxshisi bor. Dashin qolmadi, shuning uchun Dashin to'xtalib o'tirgim kelmayapti. Oxirgilari qolgan. Dashin pashti qolmabdi to'g'ri.
1.6si oq salonligi qolibdi ekan. Full ekanda. Ha, bu ham o'shancha anaqa emas, shuncha bozorda ham sal narxlari o'zgarib qoldi mashinalarning, qolmagan. Ha, tushunarli. Hop. 5 tunti 55, B70 turibdi. 27 ming, 21 ming narxi, 2 litrligi bu, nariga 1.5 turibdi. Ha, bu 2 litrligimi? Ha, 2 litrlik katta. 2 litrligi kamyob bo'ladi. Ha, o'zi kam kelgan. Kam Bu keladi. buni endi tushungan odam oladi. Buni asosan 1.5larni asosan to'ylarga chiqishga, xizmatga olishadi mashina. Chunki orqasi katta, kelin-kuyovlarni tashiladigan mashinada. Haqiqatdan ham Xitoy mashinalarining orqa eshiklari ancha katta qilib ishlanadi. Chiqib tushishda uncha qiynalmaysizlar. Biz Nexia 1, Nexia 2 ga o'xshab tor bo'lmaydi. Va Nexia 3 ga chiqib Xorazmga borib keldim, bir ta'zirim yedimi? Nexia 3 da Ha, mazza qilsin-da. mazam qochdi. 16 soatda borman. O Merslarni, anagilarni, changallarni qadri o'tibdi-da. 15 minglik yo'lidan o'tdim. Qoraqalpoqliklar bo'lsa bilishadi. Pulli yo'l ekan, qanaqadir tor ko'chalardan borib, shunaqa mo'stagan, u mo'st, odam mashina o'tishga ham bir qo'rqadi-da. Ani tegi zo'rg'a o'tdi, lekin 100 talik mana shu mashinalardan tegi tegib qoladi o'ylayman shu yo'llarda. Mamlaqa mashina Jetavrga o'tadi, Jetavrda tegmaydi tegi. Bu ham o'tadi. Men bilan tegi tegadi lekin. Nexia 3 baloni katta bo'lgancha o'tib ketdi-yu, juda zo'r, anaqada zo'rg'a bunday qilib o'tdim-da, tor joy. Lekin Amudaryoni tepasidagi mo'st ekan. Uni davlatda mo'sti bor ekan, tekin ekan, nariga pullaga. Qanaqadir toshli yo'llardan o'tdim. Xolos, Mang'it degan joyga bordim. Qoraqalpoqga bordim. Xorazm emas, Qoraqalpoq Mang'it degan joy. Amudaryoni aylantirishdik. Zo'r, barakalla, klientlar ham hammasi Instagramga yozishdi, keling mehmon qilamiz. Prosta biz to'y kuniga yetib bordik, ertalab bo'lish bilan o'sha qaytib ketdim. Unaqa ko'p kelgan. Bir kunga chunki ishda edim, bir kunga borib keldim, lekin 16 soat borib, 16 soatlik yo'l azobini chekdik-da. Xullas. O'rtoqlar. Taksichilar 11 soatda bor ekan. Men hayron qolaman qanaqa borishadi. Ular menimcha Urganchdan yursa kerak edi. Biz sal xato yo'llarda yo'q qo'ydik. Mana shu mashina zo'r edi lekin. O'sha yo'lga mana mashina vashcha zo'r edi. Aytadi, rosa. Ha, bu gapirardi u mashina shu joyda. Mana mashina bizlar Nexia 3lar qiyin. U joylarga Cobalt eng zo'r variant. U joylarga Cobalt haqiqatdan eng zo'r variant. Yoki bo'lmasa mana undan bitta bosish kerak. Bundan endi bular qimmat-ku, Cobalt bilan mana 3 ta Cobalt bular 39 ming narxini aytib o'tib ketdik. 39 ming, to'g'risi variantga ham qilib beramiz. Ha, variantga ham bor. Bo'lib to'lash. Buni ham qilib beramiz variantga. Ha, mana u ham bor. Ha. Любойni gaplashamiz. Agar Arizoye Любойni eng gaplashamiz. arzon mashinalardan bittasi. Shunaqa. Tokda yuradi. Shunaqa. Batareyasini o'ziga 8 yil garantiyada buni. O'ziga 5 yil, batareyasi 8 yil. Xullas, Любой tur deganaqa. Bitta salonni oldi interfeysini ko'rsatib qo'ying endi. Qani? Eksterior dizaynlarimizni ko'rsatib qo'ying. Bismillah. Mana. To'g'risi, mana ko'ryapsizmi? O'sha keyin kelishingizga bitirib qo'yamizda ham. Yoniga yana bitta izdaniya tushyapti. Ha, tushyapti. Sizlarga mana avtosentr yozuvini maqtangani chiqdi. Xohlasa, hayitdan keyin mana yana bitta anaqamiz ish ko'payganda bo'shasa, izdaniyani bitta yudramiz, yaltirab turadi. Xuddi shunaqa izdaniya tushadi bu yoqga ham. Yengillik bo'ladi yaqin kunlarda. Gap yo'q. Xohlasa kelaversin, maksimal darajada harakat qilib, chiroyli qilib harakat qilib beramiz. Yaqin kunlarda o'zimda ham yengillik bo'ladi. Mijozlarimizga yana ham qulaylik yaratish maqsadida yaqinda bitta planni o'ylab turibman. Bitib qolsa bir haftalarda balki o'zim ham boshqa joyga ko'chishim mumkin. Navoiy mashinaga kelib o'sha yerga o'tirasizlar. Gap yo'q. To'g'risi, manzilni tanishtirib o'tib ketaylik. bu yoqdan Xonoboddan kelasiz. Xonoboddan tekis tushib kelasiz. Bu yoqdan Voha tarafdan kirsangiz anaqadan, Ipodrom Erkin postidan yurib kelsiz. Bu yoqdan kelinadi. Metroni liniyasi bo'yicha yurish kerak faqat. Ha. Bu yoqqa qarab ketib qolish kerak emas, mashina bozoriga qarab, o'ngga qarab metro liniyasi bo'lsa 2 metr. Ya'ni Qipchoq va Chinor bekatini kesishmasida uglovoyda avtosalon joylashgan. Topish qiyin emas. Telefon nomerini qoldiraman, telefon qilishadi, lokasiya tashlab beradi. Agar yo Shohrux o'zi kerak, ko'pchilik maslahat so'rab ham qilishadi-da, boshqa brend olishsa ham. Nobodda o'zim kerak bo'lsa 95 kodi bilan 399 4 ta bir raqamida bo'laman. Salonda mashinalar bo'yicha, syomkada bo'lib qolish mumkin. mashinalar bo'yicha ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar, sizlarni qiziqtirgan savollarga javob berishadi va lokatsiyani ham o'sha orqali olib, bemalol qiynalmasdan kelaverasizlar o'rtoqlar. Xohlagan mashina bo'yicha ma'lumotni call centerdan olib, kelib turib test drive qilib, yoqtirsanglar, chiroyli qilib maksimal ishlarni bitirib berishadi. Yonida mana servis bor. Servisning ichida ehtiyot qism omboriga kirganmiz. Omborda ham serop hammasini ehtiyot qismini yetkazib berishadi. O'rtoqlar, Hayit bayramga yaxshi sovg'alar bor, xudo xolasa kelaverasizlar. Hayit endi
Qurbon hayiti ham ishlayveramiz. bir oy davom etadi endi bizda. Bir oygacha bayram. Sog' olsin, chiroyli Kelaverasizlar. ko'ramiz, kelaversin. Jonliga sog' bo'lsin. Salomat bo'linglar.